Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 18-noyabr 2025-yil. Ko'chatlarni ekkanimizga ham ro'parasa 10 kun bo'lib qoldi. 10 kun bo'ldi. 10 kun deganda mana shu klinkalarni ochib qo'ydik. Ko'chatlarimiz alhamdulillah 90% chiqqan, 90-95% chiqqan. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Ana shunday yuzimiz yorug' qildi. Ana bu yerda endi chiqib kelayotgani ham bor. Bugun shu orada bir mana shu lampochkalar o'rnatib olgandik. Xo'sh. Bir qavat, 2 qavat, 3 qavat qilib qo'yyapman klinkasini ham. Svetamay qo'yapman. Shu natijasi yaxshi bo'ldi. 7-kunlardan ko'rinib, 6-7 kunlardan ko'rinib boshlaganda 5 kunda ham ko'ringandir. Mana shu holatga keldi 10 kun deganda. Ko'chatlarimiz yaxshi. Hali bundan keyin so'sagan payti dorilar berish niyat bor. Maksimal degan dorilardan Xudo xolasa ularni ham qo'yib boramiz. Bu boshiga bitta lampochka qo'yganman. O'rtaga qo'ymadim lampochka. Sotib ham olmadim. Chiqqani 2 ta bo'ldi, 2 ta yetadi deb qo'ymadim. Bu yerda mingtadan oshiqroq ko'chat bor. Stakandan 39 dona ortib qolgandi. Shunga ekkandim. Bundan ham hali to'liq chiqib bo'lgani yo'q. Bundan ham endi chiqib kelayotganlari bor. Mana shunday holat. Shunday ko'chatlar. Ko'chat qilishda nimalarga e'tibor berish kerak ekan desalaringiz, buni ekishdan oldin yaxshilab to'yintirib, iloji bo'lsa ziyoda qilib stakanni sug'orish kerak ekan. Chunki ko'chat mana shu holatga kelguncha namlik bo'lsa yaxshi uni bo'sar ekanda, yana suv quyib yotishingizga hojat qolmas ekan. Yana bir tarafi bu xuddi chaqaloq kabi ekan. Misol qizib turgandan keyin ichi birdan ochib yuborsangiz salofonlarni, bu birdan qo'rib so'lib qolar ekan. Yo'q, buni asta ikki chetini ozginchadan ochib 10-15 minut shamollatib keyin ochish kerak ekan. Shu taraflariga ham e'tibor berish kerak. O'tgan yil mana shu holatga kelganda bir suv quyib qurib qolgandida, endi men unga suvda kamroq berganman. To hammasi chiqib bo'lguncha qurib qolgandi. Suv quygandim. Chiqmaganlari chiqadi deb mana shu holatda bo'g'zidan irib o'lib ketganda duo qilib turingizlar. Mana shu ko'chatlarni bir chiroyli holatga keltirib
ekishlikda Xudoyim o'zi nasib qilsin. Hammaga o'zi ishini, omadini bersin. Hammani yuzini yorug' qilsin.